Is there a Dell Technologies Yes, bus? yeah, but we have full bus. Okay. Yeah. So we have smaller bus right here. Okay. So this the black one, Okay. let's say. So Thank you. you can go by that bus. Okay. All right. Thank you. Okay, thank you. Bye bye. Finally. Grandfather is from Italy. Yes. Okay. Hey. Yo, how are you, man? So the luggage room is there straight, and there is an elevator. You go through this door, elevator on the right, and on the more right there is a room. Okay. Here. Are we supposed to use these now? What's the deal? Hop, mehmonxonaga kelib oldim. Hop, shu bizni mehmonxona. Bu yerda reception. Bu yoqda choy ichdik. Hozirgina ovqatlanib chiqdik. Soat 3 da xonalarimizga qarab kiramiz. Hamma yo'q bu yerda kompaniya tomonidan qoplangan. Ovqatlanishimizdan tortib yotoqxonamiz, har bitta narsa kompaniya tomonidan qoplangan va bu yerda kamida 200 dan oshiq ishchilar kelgan. Sizlarga hozir ichini ko'rsatib o'taman. Bu orqa tarafimiz. Shunaqa, bu mehmonxona. Buning ichida hamma narsa bor. Ham mehmonxona, ham restoran. Bu yerda ko'pincha to'ylar ham bo'ladi. Maydon juda ham katta, ko'rib turibsizlar. Bu yerda qanaqadir echki, qo'y, shunga o'xshagan hayvonlar boqiladi. Bu yerda esa o'tirib, suhbatlashib o'tirgan joylar bor. Juda ham chiroyli. Bu yerda qandaydir church bor ekan, ya'ni katolik cherkovi. O'sha yerga borib ko'ramiz. Kettu. Bu yog'i Ponni, cheksiz o'rmonlik. Varshavadan 30 yoki 50 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu cherkov ochiqmikan yoki yopiqmikan, hayronman. Do'stlar to'g'risi ozgina qo'rqinchli, chunki bu yerda hech kim yo'q ekan. Hozir eshitdinglar, mana shu eshik o'zi ochildi. Qo'rqyapman to'g'risi. Do'stlar. O'zi ochilyapti. Shamol tufayli bo'lsa kerak degan umiddaman. Juda ham ko'p yillar oldin qurilgan bu church. O'sha yillardan beri ishlatilib kelinadi. Piano ishladimi, ishlamadimi? Ishlamas ekan. Juda ham yaxshi. Menga shunaqangi tarixiy joylarda ko'rib, boshqa din vakillarini ham o'rganib chiqish yoqadi qandaydir. O'zingizlar e'tibor bergan bo'lsanglar, yog'ochini o'zidan ham bilib qo'ysak bo'lar ekan, juda ham eski churchligini. Endi esa bu yerda qandaydir orolcha bor ekan. Bu yerdan orol emas, endi ko'ldi o'rtasida qandaydir yer qilingan ekan. Endi bu yerga kirib ko'ramiz. Bu qimirlayaptimi? Qimillar ekan. Qo'rqinchli. Hop, bu yerda nima bor endi? Hop, bu yerda o'qib tarjima qilishga harakat qilib ko'raman. Inglizcha yozilganmikin? Yo'q, polakchasiga ekan. Mariya Dabrovska, Domu Shumska,
Bilmayman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta haykal bor ekan. Har bittasi menimcha yozuvchi, shoir, balki shu yerda yashagan qandaydir din vakillari bo'lsa kerak, qandaydir. Demak, do'stlar, bular mana shu sizlarga kirib ko'rsatgan cherkovda qandaydir shu cherkovga hissa qo'shgan insonlar bir ekan. Hali anig'ini bilmayman, to'g'risi. Bilishdan xohlamayman. Juda ham chiroyli. Hozir xonamga kalitni berdi. Endi ikkinchi xonamni topishim kerak. Kichkina bo'lsa ham. Yaxshi. Bu yerda 2 kishi turadi, lekin kim bilan turishni hali bilmayman. Qandaydir shu kompaniyada ishlaydigan bironta sherigi bilan turaman. Dush, vanna, toilet. Yomon emas. Chidasa bo'ladi. No. Yaxshi. Yoqdi. Endi kiyimlarni almashtirib olsam bo'ldi. Yomg'ir quyyapti, do'stlar. Qayerdadir suv qo'yib qo'ygan bo'lishi kerak bular. Nahotki suv yo'q. Paslar. Endi esa del mitingga ketyapman. Soat 2:30 boshlanish kerak edi. 3 bo'ldi soat, kech qoldim. Now you got me out in the deep. Feeling I'll be wrapped around that. When you burn me out, like a cigarette. Naql shu yerda yig'ildik. Barcha komanda a'zolarimiz shu yerda. Bu yerdan esa ovqatlar tanlab xohlaganimizni. Lekin menga yoqadigan bironta ovqat topa olmadim. No. You want to say hi to my friends? So this is my friend from India. Alles Islam. Yeah. Uzbekistan. Alles Islam, guys. Uzbekistan zo'r. Uzbekistan zor. Thanks, man. Tell me lies like you mind crazy out of time flies. We be getting sky high. So what? Hey, no rush. Hey, turn the lights out. Do you wanna level up? Baby, let me fill your cup. We'll be out of here. Do you wanna take it slow? Just let me know. You tease me and you touch me. I'm going crazy about it. Keep saying that it's not. Do'stlar, men uyg'ondim. Bugun ikkinchi kun. Juda ham charchagan edim. Faqat uxladim. Hozir esa soat 8 bo'ldi. Endi esa breakfastga, ya'ni ertalabki nonushtaga chiqib ketyapman. Hop, breakfast shu, ya'ni maydalangan tuxum, badring va sir va non. Va apple juice, ya'ni olmali sharbat. Xo'p. Bu mehmonxonaning orqasida shunaqangi o'rmon va kanal bor ekan. Qaranglar do'stlar, juda ham qandaydir chiroyli atmosfera. Bu yoqda bolalar o'yingohi bor ekan, bu yoqda echki, qo'y. Kachoyi shu ekan bu yerda. Hayotda ham shunaqa qaysar bo'lishinglar kerak. Shunda o'zinglar xohlagan narsani olasizlar. Qo'lga o'rgatilgan ekan. Yoshi katta shekilli. Hammasidan ustun kelyapti. Bu tomonni. Bu tomonni. Endi bu tomonni qilib ber. Xo'p, men ketishim kerak. Hayır.
Shu bilan bu echkini oxirgi marta ko'rishim edi. Keyin esa komanda a'zolarimiz bilan shunaqangi qiziqarli musobaqalarga qatnashdik. There's no time, no rush. Yeah. Hey, take the sack. Hey, take the sack. Put it back. Take the sack. Do you want me to count the time for you or not? Nah, this is my first time. Okay. Then go ahead. Okay. Also try not to lose it from the sack. Yeah. If you close one of your eyes, you cannot. Oh, you're cheating. I'm cheating. Don't cheat. Two left. Yeah, under your legs. One. Yeah, great job. Bravo! Good job. I'm not sure. I will try, but yeah. Okay. I can't see it. Oh, a bit further. Oh, you're close. Yeah, nice try. Easy. Bravo. So yeah, Hey bro. Hop, bugungi vlogim juda ham qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Shunaqa do'stlar, kompaniyada ishlashim bayramlar xuddi shunday o'tadi. Bunaqa bayram har bir yilda bir marta bo'ladi. Bu bayramga qatnashishimni 2-marta qatnashishim. Hop, rahmat kuzatganlar uchun. Xayr.